Xitoy arrani ishlatayotgan bo'lsangiz, hoziroq voz keching. Hurmatli do'stlar, bugun Bosim bobo asoschisi Alisher akaning oldiga kelganmiz. Alisher aka bizga endi go'sht sohasida juda katta oborot bilan ishlagan uchun ichinchi arramiz xarid qilishgan. Bugun o'zlaridan bir og'iz ichinchi arrasini xarid qilgandan keyin qanday plyuslarga chiqqanini o'zlaridan eshitamiz. Alisher aka, qanday yutuqlar bo'ldi sizda? Men avval nomini tushunmayman, Xitoy arralarini ishlatib yurardim. Xitoy arralarini ishlatardik. Endi bizda oborot katta bilasiz, bir kunga 1 tonnaga yaqin go'sht kesamiz. Unda bir kunga 10 kilodan 12 kilogacha go'sht shuni issiz yo'q bo'lib ketardi. Topib bo'lmadi. Отходga chiqib ketardi. Hozir bu siz bergan arrani oldikda, ichinchi arrani olganimizdan keyin kuniga ham undan ham ko'p go'sht kesamiz. Lekin yarim kilo 800 gram отход chiqadi. Endi bir oyda qancha go'sht отходni tejab qolyapti bizlarda? Hozir bir 320 kilo, 330 kilo go'shtni 30-40 million sizni plyusga olib beryapti. Albatta. Oshxona sohasi, restoran sohasidagilar Xitoy arrani ishlatayotgan bo'lsangiz, hoziroq voz keching. Estret, mana Sherbek akamning magazinida ichinchi arradan olsangiz, hamon tema yopiladi. Estret sifat servis kafolat.